Ushbu loyiha O'zmilliybank aksiyadorlik jamiyati hamkorligida Xorazm viloyati Yangiariq tumani Sardorlar mahallasi 6962 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda hozirda sabzi ekilgan. Umumiy maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 445 metr, bo'yiga 225 metrni tashkil etadi. Ekinlarning hozirgi holati va parvarishi bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda esa ekinlar unib chiqish, gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida esa sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 19 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jalik uchun o'rtacha 52 sotik yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Sultonali Mirsaid mas'uliyati cheklangan jamiyat biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonna, jami esa 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng esa ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.